o'zimizlarga nisbatan qanaqadir hurmat yo'q. Munosabat shu darajada yomonlashib ketganmi? Men o'yladim-ku, bu itlarga beriladigan ovqat deb o'yladim. Qayerdansan? O'zbekistondanman. Chat telefonni tushiryapti. O'sha 18 yoshli Asliddinga siz nima degan bo'lardi o'sha paytda Rossiyaga boraman deganda? Eplab ketasan dedi bizda o'sha gap. Eplab ketasan. U gapning ortida unga nisbatan juda katta yuk turganligini his qilishmaydi. Shunaqa munosabatni ko'rib turib ham siz Rossiyaga qaytmoqchi bo'lyapsiz-da, bu yerda nima ishlash qiyinmi? Sen u yerga hech qanaqangi bir davlat tashkilotiga ishlash uchun borma. Hech bo'lmasa o'zingning qo'lingda hunaring bo'lsin. Meni hurmat qilmasligi mumkin, meni hunarimni hurmat qilishadi. Adashmasam deport bo'lib qaytdingiz, shunaqa? Ikkalasi ikki tarafdan kelib urib tepyapti, ikki tarafdan. Yordam beringlar, meni o'ldirib qo'yadi. Bular politsiyskiy emas deyapman. Munosabat yaqin yillarda o'zgaradimi, o'zgarmaydimi Rossiyada? Juda ham aldovlar ko'p. Kim aldaydi? O'zimizkilar aldaydi. Boshqa hech kim aldamaydi. Faqat maqsad biz yaxshi pul topishlik bo'lmaslik kerak. Assalomu alaykum hurmatli Migrant Uz kuzatuvchilari. Studiyada bugun yolg'iz emasman. Bugun muhojirlar hayotiga oid bir qiziqarli suhbat uyushtirish niyatimiz bor. Studiyada mehmon chaqirganmiz. Studiyamizga yaqindagina Rossiya Federatsiyasidan qaytib kelgan Asliddin Abdullayev. Asliddin, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqtlik. Keling, suhbatimiz avvalida o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidanman. 2012-yildan beri Rossiyaga ishlash uchun borib kelardim. Ishda har qanaqa ish qilganmiz. Ko'cha supurishdan, guruchchilikdan, oshxonada ishlaganmiz, magazinda ishlaganmiz. Muhojirlar qilishi mumkin bo'lgan hamma ishlarni qilib ko'rgansiz. Shunaqa. Rossiyaga ishlashga borishga sabab nima bo'lgan? Bu yerda o'qish, ish bo'lmagan. Bu yerda shu tog'amlar aytgan, ketdik degan. Men ham boraman deganman. Yaxshi pul topishardi ular. Qaysi sohada ishlashgan? Ular shu oshxonada ishlashgan. Po'rchilik. Birinchi borganingizda demak, qo'lingizda hech qanaqa hunar bo'lmagan, faqat shogird bo'lib, yordamchi bo'lib borgansiz. Hamma qatori. Hamma qatori til bilmaganman. Tilni ham bilmagansiz. Ish bilmaganman. Qanaqa qiyinchilik bo'lgan o'sha paytlarda? Qiyinchilik og'ir narsani ham ko'tarish kerak degan bir tushuncha bo'lgan. Men shuni majbur. Ya'ni sizga shu talab qo'yilgan, to'g'ri? Endi u og'ir mumkin emas bo'lsa ham, lekin men o'sha narsani ko'tarishim kerak degan tushuncha bo'lganda. Ya'ni majbur bo'lgansiz, tirikchilik qilish. Majbur bo'lmaganman, qaysidir ma'noda o'shanaqa hayot ekan bu degan tushuncha bo'lganda. Qanaqa endi shok bo'lganmi sizda o'sha baribir Qashqadaryoda unaqa og'ir yuk, unaqa og'ir ishlar qilmagan bo'lsangiz kerak, qaysidir. Og'ir ish qilmaganman, lekin bu undan keyin o'sha ishdan chiqib xonaga borsak o'sha beli og'riydi. Shunaqangi holatlar bo'lganda. Bo'lib ham yosh yigit, hali 18 yoshli, endi baribir jismoniy imkoniyati ham bir 25 yoshdagiday bo'lmaydi-da, baribir endi shakllanayotgan o'smirlikdan o'tayotgan odam qiyin bo'lsa kerak. Xuddi shunday. Endi u yerda eng asosiysi til bilmaslik. Muammo. O'sha narsani og'ir emas, yengil ko'tar degan gapni bilmaslik. Sizga aytisharmi? Aytishgan bo'lishi mumkin, lekin men tushunmaganman. Tushunmagansiz. 2012-yillar shunaqa bo'lgan. Qaraysiz, tog'am, yaqinlarim, qarindoshlarim birinchi meni ishga o'sha oshxonaga chaqirish degan, oshxona ishlamaganmiz. Yo'q, birinchi shu Sportmaster deydi, o'sha yoqqa guruchchilikka ish bor deyishgan, o'sha yoqqa borishgan bilan shug'ullanasiz. Tushirish, ortish, o'shanaqa. 18 yoshli bola borib birinchi shu ishlarni qilgansiz. Shunaqa bo'lgan. Yaxshi pul toparmidingiz shunda? O'sha payt kursi bo'yicha yaxshi edi. Hozirga yo'q, unaqa yaxshi oylik deb hisoblanmaydi u yer. Ham og'ir, ham og'ir, ham o'zimizlarga nisbatan qanaqadir hurmat yo'q u joyda o'sha payt. O'sha paytda ham. O'sha paytda. Nima uchun shunaqa deb o'ylaysiz, shaxsiy fikringiz? Endi bunga o'zimiz ham sababchimizmi deb o'ylayman. Ya'ni ko'p jamoat joylarda o'zimiz tutish tartiblarimizni qanaqadir buzib yuboramiz. Faqat maqsad biz yaxshi pul topishlik bo'lmaslik kerak. O'zimizga nisbatan hurmatni ham talab qilishimiz kerak. Ishda bo'ladi har qanaqa holat, lekin odam, masalan, shaxsan o'zim borgan bo'lsam, menga nisbatan aytilgan gaplarni hozir qabul qilmayman. Unaqa munosabat ko'tara olmaysiz. Hozir o'sha payt tushunmaganman, lekin eshitganman-da. Men so'raganman, nima deydi?
deyapti deganda aytishgan shunaqa so'kinish, Haqoratlar. haqoratlar. Siz mana hozir taxminan shu 32-30 yoshdasiz, shunaqami? Shunaqa. Ha. O'sha 18 yoshli Asliddinga siz nima degan bo'lardi o'sha payt Rossiyaga boraman deganda? 18 yashar Asliddinga unaqa joylarda ishlama. Ya'ni til bilib, hech bo'lmasa birlamchi kasbni o'rganib bor. Hunar o'rganib, ha? Hunar o'rganib bor. Mayli, sen u yerga hech qanaqangi bir davlat tashkilotiga ishlash uchun borma. Hech bo'lmasa o'zingni qo'lingda hunaring bo'lsin. Hozir men 30 necha yoshda bo'ladigan bo'lsam, 30 dan oshgan bo'lsam, qo'limda hunarim bor. Deylik, kuxnyada o'zimni shu yo'nalishim bo'yicha bemalol gruzinskiy kuxnyada ishlay olaman-da. Gruzinlar bilan. Gruziya taomlari, Gruziya oshxonasi Xuddi bo'yicha shunday. tajribangiz bor, ha? Ha. Lekin men u yerda meni ular ustimdan qanaqadir gap gapirishlik yoki menga nisbatan bir fikrlar bildirish, salbiy fikrlar bilishga yo'l qo'ymayman hozirgi vaziyatda. O'sha paytlarda tushunmaganman. U yerda necha yil ishladingiz oshxonada? Oshxonada 3 yillar ishladim. 3 yil ishladingiz, ha? Nimaga ketib qoldingiz? Oshxona baribir tinch, issiq Oshxona joy. tinch, to'g'ri, lekin sog'ligim ko'tarmay qoldi oxirgi paytlarda. Chunki issiq joyda ishlaymiz, sovuq suv Qishin, ichamiz, yozin, da issiq, sovuq, endi sovuq o'lka-yu. Biz issiq sovuqni suv ichamiz, shunga o'xshash holatlarga sog'lig'im ko'tarib olmagandan keyin ishdan ketdim. Hali ham chaqirishadi. Hali ham masalan boraman men ishga desam, bemalol kelaver, eshigimiz ochiq deydi. Oyligi yaxshi deng. Oyligi yaxshi, muomalasi yaxshi, och qolmaysiz. Hurmat qilishadi. Meni hurmat qilmasligi mumkin, meni hunarimni hurmat qilishadi. Shunday. Hunar baribir odam ulug'laydi degani shu. Albatta. Endi mana hunar o'rgangan bo'lardim deyapsiz-da. Ayni paytda Rossiyada yoki siz ishlagan joylarda qaysi hunarlarga talab yuqori? Eng katta eshitganim svarchiklarga. Chilangar deydimi o'zbekchasiga? O'zimizda payvandchi. O'zimizda hech bo'lmasa o'sha narsani shogird darajasida o'rganib borsa, yaxshi pul topishadi. Uni statuslari ham yaxshi. Oddiy migrantga nisbatan. Mana shuni anglab, o'rganib borayotganlar bormi? O'rganib borayotganlar kam deb o'ylayman. Endi men stroyka qurilish sohasida ishlamayman, lekin o'rtacha qancha topishar ekan u endi eshitganingiz bo'yicha? Eshitganim bo'yicha rublni hisobiga 150 ming shunaqa. Shogirdlari ham shunaqa topishadi. Shogirdlari, ha? Hech bo'lmaganda mana shu birlamchi ishlarni bilib borsa, shogird boyagi 0 bo'lgandan ko'ra qanaqadir bilib borsa birlamchi ishlarni Dastlabki bilimlar bo'lishi kerak deysiz. Dastlabki bilimlar bo'lsa, o'sha yordam bera yerda oladigan darajada. shogird olishlikka yaxshi-da ularga ham. Hech narsani bilmagan shogird olgandan bilgani yaxshi ularga. Yordamchi. Albatta. Falon narsani olib kelsa, olib kelish kerak. Xuddi shunday. Shu narsani qilib qo'y, men ketdim desa, o'shani ko'ngildagidek qilib qo'yish kerak. Undan keyin unga yaxshi oylik, yaxshi hurmat. Shu narsalarni siz jiyanlaringizga, tanishlaring, mahalladoshlarga aytasizmi? Shu bir kasb hunar o'rganib bor, o'zing ketaverma bunday qilib. Menga o'xshab qiynalasan deb aytasizmi suhbatlarda o'zaro? Endi ko'p chiqishadi, meni ham chaqiring, ishga chaqiring. Birinchi o'rinda men stroykaga chaqirmayman. Men stroykaga aralashmayman, bilmayman. Chunki juda ham aldovlar ko'p. Kim aldaydi? O'zimizkilar aldaydi. Boshqa hech kim aldamaydi. O'zimizkilar endi birovlarni alday olmaydi. Kim aldaydi? O'zini tanishlarini, yaqinlarini, Tilni biladiganlar, tilni bilmaydiganlarni aldaydi shunaqa. Shunaqa. Keyin men aytaman, hech bo'lmasa biron narsani berishni bilinglar. O'zlaringga bir rus tilidan qanaqandir bilimlaring bo'lsin. Elementar savol-javoblarni bilish kerak-da. Oting nima? kerak. Isming kim? Familiyang kim? Yoshing nechida? Qayerga ketyapsan? Nima ish qilasan desa, javob bo'lish kerak-da. Nahotki shunchalik qiyin shu narsalarni o'rganib borish? Nimaga qiyin? Vaqtdan qizg'anishadi nimaga o'zgalar? O'zimizda moddiy manfaat birinchi o'rinda. Ya'ni pul topishlik kerak. Qanaqa holatdan qat'iy nazar. Tushunarli, maqsad pul topish, lekin shu tilni hech bo'lmaganda yarim yil, 1 yil o'rgansa, dastlabki elementar darajada bilib olsa, o'ziga oson bo'ladi, yaxshiroq pul topadi emasmi? Tushuncha bunaqada. Borganlar, oldinroq borganlar, tilni hali ham yaxshi bilmaydiganlar aytishadiki, eplab ketasan deydi. Bizda o'sha gap, eplab ketasan.
u gapni ortida unga nisbatan juda katta yuk turganligini his qilishmaydi. Masalan, deylik, ishlayapti kimdir qaysidir sohada, men shu sohada ishlayverman, men ham tilni bilmayman-u. Men yonimda ishlaysan. Pul topasan. Maqsad faqat pul topishlik emas-da. Bizga munosabat shunaqangi o'zgarib ketgan. Borganda to'g'ri ko'chada ijaraga uy olmoqchi bo'lsak, unaqangi ko'z bilan qaramasdi bizga boshida. Ya'ni muammo bo'lmasdi. Muammo bo'lmasdi. Hozirgilar yaqin o'tgan yili men shunaqa ijaraga joy izladim. Telefon qilyapman, qayerdansan? Ha, chet ellikman. Endi aytmayapman O'zbekistonlikman. Ha, qayerdansan? O'zbekistondanman. Chat telefonni tushiryapti. Agenti bo'ladimi, o'rtadagi yokida o'sha kvartirani egasi bo'ladimi? Izoh ham yo'q, boshqa ham yo'q. Javob ham yo'q. Shunchaki trubkani qo'yyapti. Shunchaki turib. Munosabat shu darajada yomonlashib ketganmi? Baribir lekin yaxshilar bor. U deb bo'lmaydi hamma yomon munosabatda deb. Keyin topdik. Hozir shu Rossiya fuqarosi, yoshi kattaroq ayol, o'zi oblastda yashaydi. Shahardagi uyini bizga ijaraga berishgan. Qarang, endi shu darajadagi yetishiga muhojirlarimiz sababchi deyapsiz. Endi o'zimiz sababchi deyapsiz-da. Ya'ni nima, qanaqa harakatlarimiz shu darajada munosabatlarga sabab bo'lyapti? Bizga nisbatan salbiy munosabatlarni ko'paytirib yuboryapmiz. Ya'ni nima? Ya'ni deylik, ko'cha yurish qoidalarini to'g'ri chiroyli qilmayapmiz. Tilni bilmayapmiz. Sizga kimdir kelib o'zini tilda gapirib tursa, biz ularni 10 ta so'zdan bittasini bilmasak, ular aytadi, nimaga kerak bizga bunaqa odamlar? Yurishtirish qoidalari deganda nima tushunsak bo'ladi masalan? Ko'chada masalan migrant o'zida ham chiqdi. Iltimos, ko'chada eshitsalaring, naushnikda, jamoat joyida telefonda gaplashmanglar. Men juda ham ko'p hali ham bor bunaqalar. Yo'q, bu to'xtamaydi deb o'ylamayman-da. Qachonamdir balkim to'xtashi mumkin. Lekin bu narsani o'zgartirishimiz kerak. Men kecha Toshkentga ham tushdim bu narsadan. Toshkentda metroga tushdim. Shunchaki men jamoat transportini ko'rishlik uchun tushdim. Qanaqa ekan? Qanaqa? 10 minut to'xtab turdi poyezd. Keyin shu yerda odamlar telefonni o'ynab o'tiribdi, muzika eshitib turibdi, qo'shiq. Ovozi baland. Bu narigi vaganda, endi bitta vagon, endi eshiklari ikkita. Shunaqa vaganda narig'dagi bitta yo'lovchi qo'shiq eshitib turibdi. Ovozi baland menga kelib turibdi, u hamma eshitib turibdi bu narsani. Kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti bu narsa. Kimgadir yoqadi deb o'ylaysizmi? Endi yoqadi deb o'ylamayman, u kishiga yoqayotgandir, qo'yib turibdi. O'zbekistonda ham bu narsa bor ekan, demak bu Moskvada ham davom etadi demoqchisizda. O'zi bu juda ham elementar farosat masalasida. Bu aytaylik, haligi juda bir mashhur gap bor-ku, kim sizni huquqingiz boshqa birovning huquqini yonida tugaydi-da. Siz jamoat joyiga chiqqandan keyin boshqalarni ham inobatga olishga majbursizda. Telefonda baland gaplashmaslik, iloji bo'lsa telefon jamoat joyida qo'ng'iroq bo'lganda keyin qilib yuboraman, transportdaman desa hamma to'g'ri tushunadi. Haligi bor oilaviy dardini gaplashib telefonda gapiradiganlar yoki o'sha naushniksiz, ya'ni quloqchinsiz qo'shiq eshitadiganlar, reels ko'radiganlar O'zbekistonda ham bor, juda ko'p. Adashmasam deport bo'lib qaytdingiz, shunaqa? Deport bo'lib, deportimda shu yoqda sud orqali eshitdik. Nima uchun shunaqa bo'ldi? Hujjatlaringizda muammo bormi? Yo'q, hujjatlarim o'sha kuni yonimda bo'lmagan. Ishxonamda qolib ketgan. Ertalab uydan chiqdim, yashaydigan joyimdan. Avtobusga minmadim. Taksi chaqirdimdan, o'sha bir ostanovka naryoqda turardim-da, ishxonam bilan oraliq yaqin edi. Endi yo'nib chiqqandim, shamollamayin deb taksi chaqirdim. Eshigim tagiga keldi. Mindim, o'sha hech qancha yurmadim-da, 200 metr yurdim, orqamdan shu politsiya xodimlari kelib to'xtatdi. Dokumenting dedi. Hujjatlarim izlay boshladim, o'sha sumkamda yo'q. Keyin esladimki, ishxonamda qolib ketibdi. Shunaqa vaziyat desam, yur ketdik dedi. O'yladimki, qanaqadir uyushtirilganmi bu deb o'yladim, chunki men ko'p qavatli binolar orasidan chiqib keldim. Mashina bilan orqamdan kuzatib kelib to'xtatishdi. Taksiga hech qanaqa savol bermadi haydovchiga.
orqadagini tekshiramiz deyishdi. Keyin shu bo'limga borishdimi? boshlig'imga telefon qildim. Shunaqa mani ushlab oldi dedim. Dokumentlarim ishxonada qolib ketgan ekan. Desam, "Ha bo'ldi, olib boraman men" dedi. Dokumentlarimni ham qabul qilishmagan. Qabul ham qilishmadi. Qabul qilishmagan. Mana ikkita telefonim bo'lardi yonimda. Keyin gaplashib bo'lganimdan keyin kechikib boraman dedim. Boshlig'imga aytdim, ishga dedim, kechikib boraman-da dedim. Keyin politsiya xodimlari aytdi, "Sen o'zi bormaysan" dedi. "Ishga bormaysan o'zi" dedi. Ular ishonch bilan gapiryapti menga. Keyin "Mayli, ko'ramiz, ketdik, nimaga boramiz" dedim. Bo'limga boramiz dedim. Yo'lda keta turib, endi bu narsani isbotlay olmayman, chunki u narsani o'dalib qo'yishgan ular. Bitta telefonim turgan, o'sha men ushlagan paytim diktofonimni yoqib qo'ydim. Nima gaplashyapman u bilan, u nima muloqotga yozyapsiz. Nima deyapti. Keyin bu telefonni, ikkinchi telefonim bilan o'sha ishxonam bilan gaplashyapman. Keyin qo'limdagi telefonni oldi. Qo'limda bu telefonim turgandi. Keyin "Telefonimni ber, oilamga aytib qo'yayin. Uydagilarimga xavotir olishmasin" desam, "Yo'q, sen mumkin emas telefonni" deyapti. Yo'lda ketyapmiz. Katta yo'lda ketyapmiz. Telefonimni berdi, bir marta so'radim, bermadi. Telefonni shu nimani mashina o'rtasiga qo'yib qo'ygan. Qo'limni uzatganim shu tirsaki bilan kelib urdi-da mana shu yerimga. "Nima qilyapsan? Bu shaxsiy narsam bu. Men uydagilarimga aytib qo'yayin, ogohlantirib qo'yayin" desam, "Sen nima deyapsan? Sen nimaga gapiryapsan bunaqa" deb shu mashinani to'xtatdi. Ikkalasi ikki tarafdan kelib uryapti-da. Urib tepyapti. Ikki tarafdan. Men bu narsani isbotlay olmayman, sababi u narsani o'dalib qolgan. Shu urib tepayotganda telefonim qo'limdan tushib ketdi, ikkinchi telefonim. Telefonim ekrani yonib qolgan, ekranda o'zi zapis ketayotgani ko'rinib turgan ularga. "Bu sen zapis qilyapsanmi?" deb yana battar tepyapti. Endi men u yerda o'ylayapman, bu narsani qanaqa to'xtatishligim kerak. Keyin "Yordam beringlar, meni o'ldirib qo'yadi. Bular politsiyskiy emas" deyapman. "Bular politsiya xodimlari emas, meni uryapti. Men hech qanaqa jinoyatchi emasman, shunchaki ketyapman. Hujjatim tekshirtirgani." Yo'ldan o'tayotganlar bor. Yo'ldan o'tayotganlar bor. Hech kim to'xtagani yo'q. Lekin o'zlaridan qo'rqishdi shekilli. Chunki kimdir videoga olib yoki qayergadir internetga chiqib ketmasin degan. Ruscha baqiryapman, rus tilida. Yordam so'rayapman-da, shunaqa qilinglar, yordam beringlar. Bular politsiya xodimlari emas deyapman. Balkim politsiya xodimlaridir. Odatda politsiyachilar bunaqa bo'lmasdi-da, to'g'rimi siz bilgan? Yo'q, men ko'p tushganman. Adillarda ko'p bo'lganman. Politsiya xodimlari bilan ham ko'p munosabat qilganman. Bunaqangi holatga birinchi marta tushishim. Bunaqa vahshiylikka uchramagan? Yo'q, uchramaganman. O'sha paytda Croc Citymi nimadir bo'ldi. O'shandan keyingi bo'layotgan holat. Olib bordi. Shu to'xtadi, keyin "Sen shunaqamisan" dedi. Aytdim, "Xo'p, mayli, menga telefonni beringlar, hujjatimni olib kelib beradi." O'sha urdi, hamma joyim qizib ketdi. Ularning gapini farqi yo'q endi. "Endi telefonni beringlar, oilamga aytib qo'yayin, mayli. Sen hali shunaqa qilmoqchimisan? Diktofonga yozmoqchimisan" deyapti. "Mumkin emasmi" deyapman. "Sen sotrudnik politsiyasan. Nima haqqing bor menga qo'l ko'tarishga" deyapman. "Men nima jinoyat qildimmi?" Keyin qarshilik ko'rsatdimmi? Qarshilik ko'rsatdimmi? "O'tir" deding, o'tirdim mashinangga. "Adilga olib boray, seni deport qilaman" deyapti. Topolgan gapi deport qil. "Xo'p, mayli, deport qil. Nimaga meni uryapsan hozir?" dedim. "Yo'q, savolga javob berishmaydi. Sen ko'rasan, deport bo'lasan, ketasan." Shu bilan bordik Adilga. Borganimizdan keyin o'sha meni restortgan orasiga joylab qo'ydi. Hamma narsalarni tekshirib. Protokollarni keyin bir kun yotdim. Kechqurun ovqat berishmadi. Ovqat olib kelgan, adashmasam, menga o'tkazishmagan. Tanishlarim olib kelgan, ishxonamdan olib kelgan, boshlig'im kirmoqchi bo'lgan u yerga. Boshlig'ingiz olib kelgan hujjatlarimni olib kelgan, qabul qilishmagan. Boshlig'ingiz rossiyalik? Rossiya fuqarosi, asli gruziyalik. Millati gruziya. Bordim, bir kun o'sha ochib o'tirdim, ertasi kuni bir qanaqadir bir odam yeydigan narsa emasda, bir konserva bankasida narsa, u ochsangiz unda hidi bor, unda ta'mi bor, hech narsaga o'xshamaydi. Ataladi. Men o'yladimki, bu itlarga beriladigan ovqat deb o'yladim. Keyin men yemayman dedim, qo'yib qo'ydim. Yonimda bitta sherik kelib qoldi, uni orqasidan boshlig'i narsa olib keldi, tojikistonlik ekan. Keyin ovqatlanib o'tirdik. Shu bilan ertasi kuni o'sha 3-kuni o'tdi.
Endi 3 kun o'tirdingiz. Yo'q, bir kun bordim, bir kecha yotdim, ikkinchi kuni tekshirdi hamma ma'lumotlarimni. 3-chi kuni o'tyapman, nima bo'lyapti vaziyat desam, endi sudga borasan deyapti. Xo'p, qachon sud? O'sha kuni. Hech kimga aloqaga chiqishga imkoniyati yo'q. Telefonlarim o'chgan. Hech kim mendan svязь yo'qda, uzilgan. Hech kim bilmaydi qayerdaligingizni ham. Biladi, faqat ishxonamdagilar biladi. O'sha tanishlarim ishxonamga borib so'rab, men qayerdaligimni bilib, keyin ovqat ikkinchi kuni kechqurun ovqat olib kelishdi. Shu bilan sud boshlanish kerak bo'lgan kun meniki qolib ketibdi, hujjatlarim qanaqadir orqaga tushib ketibdi. Keyin ikkinchi kun ketishim kerak bo'lgan sudga, uchinchi kuni boryapmiz. Qirg'izistonlik, O'zbekistonlik men bitta, 4 kishi boryapmiz. Armanistonlik, yana bir Tojikistonlik bitta bola. Hammamizga добровольный выдворение berdi. O'z xohishing bilan chiqib ket Rossiyadan. O'sha yerda men bir narsaga hayron qoldim. Armanistonlik yonimizda kamerada turgandi. Uni orqasidan o'sha biz Adildan chiqyapmiz politsiya xodimlari bilan bitta mashinada. 3 ta Armanistonlik turib turishayotgan orqasi. Bo'shashma, biz bormiz, deyapti. Armaniston fuqarolari. Bizda ortimizda hech kim yo'q. Na boshlig'im kelgan, yaqinlarim bilmaydi qachon sud bo'lishligini. Himoyasizman-da. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam. Bordim. Ketyapmiz, nimaga kiryapmiz? Naryoqda sud zali nimaga joyiga kiryapmiz. U yerda ham shuncha. 3 ta 4 ta. 3 tasi tepada 2 ta yurist bilan turibdi. 4 kishi kutib turibdi bitta Armanistonlikda. Bitta Armaniston fuqarosini registratsiyasi bo'yicha muammosi bor ekan. U endi tasavvur qiling, 15 ta odam uning orqasidan kelgan. Na Qirg'izistonlik, na Tojikistonlik, na O'zbekistonlik men bo'ladigan bo'lsam, orqamda hech kim yo'q. Shunchaki boryapmiz sud zaliga kirib. Bordik, kutib o'tiribmiz. Borganimizdan keyin sud aytayapti. Dokumentlaring bormi dedi. Bor. Registratsiyamni qachon tugashligi, patentimni qachon to'lov qilishligim, necha oy to'lovligi qolganligini hammasini men sudga aytib berdim. Men aytdim. Yoddan bilasiz. Hammasini bilaman, chunki o'zim to'lab beraman-da. Sudga aytdim, meni eshitmadi politsiya xodimlari. Men so'radim, necha marta telefonimni ber, olib kelib berishadi hujjatlarimni. Hamma hujjatlarim joyida, nalog to'lab beraman. Protokolga yozgan ekan, chunki o'qitishga qo'yishmadi meni. Men ham qo'l qo'yayotganda, qo'yishingiz kerak. Qo'l qo'yayotganda men xavotir oldim, balkim ular urushga yuborib uchun qanaqadir hujjat to'ldirishyaptimi deb. Tezroq qo'y, mana shu yerga, meni qayirib turibdi. Qo'l, mana podpis qo'yadigan joyingda qo'l qo'ydirganda o'sha joyda yozilgan ekan protokolga, men bu fuqaro Tojikiston fuqarosi deb. Men asli O'zbekistonlikman. Protokolga shunaqa deb kiritilgan. Hujjatlarim yo'q. Ular protokolga qarab yozyapti. Qaysidir namunadagi hujjatga ular maqsad politsiya bilan shunaqangi tortishib ketgandan keyin maqsad u meni chiqarib yuborishlik bo'lgan. Sud shuni ko'rdim. Sud meni asl dokumentlarim yo'q u yerda. Faqat nimalari bor. U yerga e'tibor qilishmadi, men tushunishim bo'yicha. Endi sinchiklab sud qaror qilmagan deb o'yladim men ham. Hamma narsamni aytganimdan keyin hammani sudi bo'ldi. Menga kelganda shu mas'uliyat so'rayapti. Dokumentlaring bor, hamma narsang bor. Hammasini men qachon to'lashligim, qachon vaqti. Men aytdim, sudga 2 kundan keyin patent to'lashim kerak dedim. Hamma cheklarim bor, 11 ta chek to'laganman deb hammasini to'liq aytib beraman. Politsiya xodimlari eshitmadi meni deyapman. Politsiya xodimlari o'tiribdi, anaqa qilib, baribir sudda oldida politsiya xodimlari baribir sudda eshitadi. Sen gapirmayotganding-ku, deyapti. Zaldan chiqqanimizdan keyin sud zalidan politsiya xodimlari. Mumkin emasmi? Men sudga aytdim, sizlar xatolik qilayotganlaring dedim. Shu bilan dokumentlarni, hujjatlarni to'g'rilab ketib bitta politsiya xodimiga aytdi, keyin boyagi yugurib ketdi, yana Adilga, meni ushlab turgan Adilga borib, yana qanaqadir hujjatlar olib keldi. Hammani chiqardik. Bo'ldi dedi, добровольный выдворение sizlar hammalaring ketaveringlar dedi. Bordik, narsalarimizni oldik. O'sha ko'chaga chiqdim, telefonlarim o'chib qolgan hammasi. Ishxonamga bordim. Ertasi kuni Zarnigorxonga telefon qildim. Lechkasi bor edi. Ya'ni Zarnigor Omonova ham biz hamkorimiz, yurist. Telefon qildim, Zarnigorxon shunaqa vaziyatim dedim. Isbotlash imkoniyati bormi? Ya'ni siz urganligingiz haqida. Men aytdim,
uni endi shu joydagi kameralardan qidirmasak dedim, shu urgan joydagi dedim. Chunki mashinani to'xtatib, orqaga o'tib, ikkalasi ikki tarafdan uryapti-da. Ham telefoningizni olib qo'yishgan, Ham berishmadi telefonni o'sha telefonni. Yo'q, berishdi. Diktofonlarimni o'chirib tashlagan, tozalab tashlagan hamma narsani. Uni tiklasa bo'lsa kerak. Yo'li. Men bilmadim, lekin tiklash yo'lini saqlanib bo'lmaganda ketayotgan zapas uni pauza qilib o'chirib yuborgan. O'sha saqlanib bo'linmagan u. Agar saqlanib bo'lganda balkim qolishi mumkin edi. Shunchaki davom etayotgan holat bo'lgan. Shu bilan yuridik maslahatlarni berdi, hamma hujjatlarimni topshirdim. O'sha yerda bilganim tojikistonlik bilan qirg'izistonlik bola ketdi. Chunki telefon nomeri alishgandik bir-birimizga. Ular ketdi. Ya'ni vataniga qaytib ketdi. U yerda boyagi armanistonlik odamlar registratsiyasi hamma narsasi joyida, tushunmovchilik bo'lganligi uchun uni ham qo'yib yuborishdi. Hammasi joyidasan deb sudya unga ham hech qanaqa qaror chiqarmadi. Tojikistonlik bilan qirg'izistonlik qaytib ketdi vataniga. Ular men aytdim, yozinglar dedim. O'sha suddan chiqqanimizni aytdim. Yozinglar. Ularda ham joyida bo'lgan hujjatlar shunda? Tojikistonlik bolaniki yo'q edi, adashmasam, qirg'izistonlik bolaniki qanaqadir falishga registratsiya bo'lgan. O'sha vaqtincha saqlash joyi deymiz yoki o'sha bo'linmada sharoit qanaqa edi endi? Nimalar bor, nimalar yo'q, qanaqa sharoit? Reshotka, manaqa reshotka, panjara, ikki tarafga ikkita xona. Xona ham temir xona, mana bunaqangi qaraydigan nimasi bor, oynasi bor. Tuynikchasi. Tuynikchasi bor. Borgan paytimda eski, bilmayman, u yerga kim kelgan bo'lsa o'sha yerda yotgan, turgan, bunaqangi toza joy emasda. Doskali mana shunaqa joy, ustiga matras tashab qo'yishdi. Shu xolos. U yerda hamma joy endi bilmayman, birov boshini urganmi, nima bo'lsa, qonlar bor ichida. Endi dog'lar bor-da, qon dog'lari bor. Bilmayman nima u holat bo'lgan bo'lsa undan oldinga. Shunaqa, yaxshi emas. Shunaqa qilib keyin O'zbekistonga qaytishga majbur bo'ldik. Baribir isbotlanmadingiz-a? Men ularni urganliginimi? Urgani umuman hujjatlaringizdan bor. Yo'q, men keyin Zanigor bilan maslahat berishdi, sudga apellyatsiya yozdik. Apellyatsiya. 6 oy davomidami, 8 oy davomida kelmasdan turib, Ashaqda yurib, Rossiyada yurib, keyin ochdi. Men sud qildi, sudda ochdi, men sud qarorlarini olib keldim borib. Baribir kurashishlik kerak. Va tikla oldingizmi huquqingizni shunda? Xuddi shunday. Hozir ochiq. Ocha oldingiz-a? Ocha oldim o'sha paytda. Endi hozir yana qaytib ketmoqchisiz Rossiyaga? Endi qaytib ketmoqchiman. Bu yerda qolib, qanaqadir boshqa kasb, o'sha kasbingizni davom ettirish yoki shu yerni o'zida ishlash yoki Yevropaga ketish haqida o'ylab ko'rmaganmisiz? Nimaga qaytmoqchisiz Rossiyaga yana? Endi men ko'proq o'sha 12 yil bo'ldi. Borganimga o'rganib qolganman birinchi o'rinda. Qaysi ma'noda? Men unaqangi to'siqlarga duch kelmayman. Kamdan kam bo'ladi menda. Mana shu holat bo'ldi. Undan oldin ham bo'lgan. Politsiyaga tushuntirib vaziyatimni chiqib ketaman. Ko'p hollarda o'z haqqimni ko'proq talab qilaman. Yo'q, tushundim. Yaxshi bilar ekansiz, lekin shunda ham haligi ularning munosabati juda yomonlashgan sababli unaqa noqulay va juda yomon holatlarga tushib qolgan ekansiz. Aytmoqchi bo'lganim shundaki, shunaqa munosabatni ko'rib turib ham siz Rossiyaga qaytmoqchi bo'lyapsiz-da. Bu yerda nima ishlash qiyinmi? Sizni o'z kasbingizni. Bu yerda hali urinib ko'rmadim. Bu yerda biron joyga borib, shunchaki hujjatlarimni to'g'rilash uchun kelganman. Shuning uchun. Endi u yerda ham kimdir shu deylik, mana shu migrantlarimizni, o'zimizni hamyurtlarimizni mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deydigan inson bo'lish kerak. Ko'proq bo'lish kerak demoqchisiz. Ko'proq bo'lish kerak. Masalan, deylik, men 10 taga shunaqangi o'zim tushunchamda beradigan bo'lsam, u 5 taga tushuncha bersin, 15 ta bo'lamiz. Agar hozir hammamiz bizga nisbatan bunaqangi munosabat bo'lyapti ekan deb, endi bolalar bor, men tanishlarim ham Yevropaga ketgan, Xorvatiyada ishlashadi, yaxshi deyshadi, oyliklari yaxshi, munosabat yaxshi. Ko'proq endi meni ish faoliyatim Rossiyaga bog'langanligi uchun hozircha Rossiyadaman. Bilishim bo'yicha siz hozir o'qiyapsiz. Shu haqida ham gapirib bering. Nega o'qishga qaror qildingiz? O'qishga 2012-yildan beri Moskvaga boradigan bo'lsam, migrant maqomidan student maqomi yuqoriroq turar ekan. Talabalar. Ya'ni xalqaro
qonunchilik bo'yicha o'qiyotgan studentlar migrant hisoblanmaydi. Mana shu joyi menga yoqdi. Ikkinchi universitetda o'qiyapsiz. Birinchi qayerda o'qiganingiz, nima uchun u yerdan ketdingiz? Moskovskiy politexda o'qigandik. U yerdan shu oilaviy sharoit bo'yicha ishlashga majbur bo'ldik. Va imtihonlarni topshira olmagansiz. Imtihonlar vaqtida qatnasha olmadik, shu keyin majbur bo'ldim boshqa o'qishga o'tishlikka. Hozir qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiyapsiz? Hozir xususiy institutda o'qiyapman. Ekonomika yo'nalishi bo'yicha. Iqtisod. Kelajakda siz deylik o'zingizni qaysi kasbda ko'rasiz? Qanaqadir bir IT sohasiga yaqinroq kasblarda ko'raman. Shuni hozir o'rganishga kirishgansiz. Shu etapdaman o'sha. Birinchi o'qiydigan institutimiz ham yo'nalishimiz IT bo'yicha edi. Informatsion texnologiyalar. Informatsion texnologiyalar. U yerda men ko'p narsalarga o'sha tushuncham yetarli bo'lib qoldi-da, o'sha nima u IT dunyosi. Va siz hozir endi ayni shu katta bir yo'nalish sohada aniq bir yo'nalish tanlab shuni chuqur o'rganmoqchisiz, to'g'rimi? Shunday. Yaxshi kasb, zamonaviy kasb. Nima deydi, bizda endi Rossiyada ayniqsa muhojir desa ko'cha tozalaydigan yoki qurilishda ishlaydigan shunaqa bir fikr shakllanib qolganda, aslida juda yaxshi joylarda ishlaydigan, juda yaxshi bir bizneslarni yuritadigan o'zbeklar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Afsuski, so'nggi yillarda shunaqa bir taassurotlar hosil bo'lgan. Ya'ni shu darajadan o'smoqchisiz, to'g'rimi? Hozir men to'g'risi oxir ishlarga qaytishlikni xohlamayman birinchi o'rinda. Hayot yo'limda ham o'sha yo'nalishga bog'lab bo'lganman-da, shu IT sohasiga. Xudoga shukr, o'shani orqasidan o'sha yerda ishlayman, o'qiyman. Ya'ni o'qishim, kasbim bir-biriga bog'lashdi maqsad. Keyingi savolim oilaviy masalada. Muhojirlar u yoqda oilaviy yashashi osonmi yoki qiyinmi? Nima qiyinchiliklari bor sizningcha? Oilaviy yashashda birinchi o'rinda biz musulmonmiz. Endi u yoqda borgandan keyin hamma o'zi xohlagandan keyin yuradi. Masalan, baribir ahlisini, ayolini, oilasini baribir musulmon bo'lgandan keyin ehtiyotlab, ko'p kvartiralar joylashishligi oilalar qiyin. U yerda masala kelgan farzandlarni o'qishga qo'yishlik hozir qanaqangi rejimlarga o'tgan, ya'ni imtihon bilan qabul qiladigan, o'sha yerda qiynalishadi. Men bilganim, u yerda oilaviy mana shu ijaraga uy olib alohida yashashlik degan muammolar ham ko'p. Men ko'p qiyin. Ko'p eshitganman, 3 xonali kvartirada shu masalan o'zi ola olmaydi, mablag' yetishmaydi, pulni ekonom qilish kerak, ko'p kishilik bo'lib turadi. Mana shunaqangi qiyin. Endi har xil holatlar bunaqa vaziyatda endi baribir bilasiz. Men oilasini olib bormaslikni xohlardim. Ya'ni agar imkoniyati bo'lsagina, yaxshi sharoit ko'zi yetsa, unda olib borsin. Bo'lmasa shu yerda qoldirgani ma'qul. Shunda qoldirgani ma'qul. Xohlardim tezroq kelib turishligini. Tez kelib turishligini. Vataniga, oilasini bag'riga, farzandlarini tarbiyasiga shuni xohlardim. Keyin siz haqingizda o'rganayotganimda bir qiziq faktga duch keldim onangiz haqida. Ya'ni sizning onangiz Xolbeka Boboqulova. Ko'pchilik balki buni eshitgandir. Ya'ni paytida internetda shov-shuv bo'lgandi. Ya'ni Qashqadaryoda, Chiroqchida 30 kilometr masofaga tibbiy chaqiruvlarga o'sha ulov sifatida eshak ulovida boradi degan bir ma'lumot chiqdi. Qiziq, shunchalik bir fidoyi insonni, ayolni o'g'li ekansiz. Tibbiyot sohasida 30 yillik tajribaga ega bo'lgan qahramonimiz o'zining qishloqdoshlariga vaqtida tibbiy xizmat ko'rsatish uchun yaqin kunlargacha o'zining eshagidan foydalanar edi. Eshak minishimga sabab, masalan, men shu kasalim chaqirgandan keyin menda texnika yo'q-ku, yugurib borishga. Nimaiki bo'lsa tez borishim kerak. Tog'li hudud bo'lgani uchun u yerda avtomashina bilan harakatlanish qiyin. Soat tungi 1-2 bo'lishiga qaramasdan yordam so'rab qilingan qo'ng'iroqlarga Xolbeka opa javobsiz qoldirmaydi. Ularga adashmasam salomatlik 2-darajali ordeni ham berilganda. Shu haqida eshitganingizda siz o'qigan bo'lsangiz kerak internetda qanaqa taassurotlar bo'lgan? Shu onangiz haqida ham ikki og'iz sharoitlar haqida gapirib bering. Qiziq baribir. Endi bu onamda. Onam o'sha otam bilan onam Toshkentda o'qishgan, medtexnikumda o'sha yerda tanishgan.
o'sha yerdan oila qurishgan. Onam boshqa rayondan, Qamash tumanidan, biz Chiroqchi tumanidan. Xo'p, birinchi eshitganimda to'g'risi men kutmaganman. Bunaqa Bizga bo'lishini. bunaqangi e'tibor bo'lishligi, ya'ni bir chekka joyda yashaymiz. Qir'adirdan iborat. Bitta uy bu yerda bo'lsa, qaysidir ma'noda Keyingi uy ancha masofa. ancha uzoqda turishadi. Endi u yerda texnika bilan yurishni imkoniyati bor. Faqat u yerda texnika bilan yursangiz rasxoti ham shunga yarasha bo'ladi. Xarajat o'shanga yarasha. Shunga xarajatlar shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun endi hamma u yerda yashayveradi. Hech kimga bir hayratlanarli narsa emas-da biz uchun. Aslida. Lekin bu endi ko'plar bu narsani faqat nimada internetda ko'rganiga qanaqadir Ajablangan. ajablandi. Keyin men ham xursand bo'ldim shunaqangi e'tibor bo'lishganiga. Yaxshi. Onangizni o'zlari nima dedilar keyin shundan keyin gaplashganingizda nima deyishdi? Onam Xursand aytdiki, bo'lgandi baribir. oqlarim Xudoga yetib boribdi deyishdi. Bir kechada o'sha butun O'zbekistonga tanilib ketdilar. Viloyat hokimidan o'zi olib borib shu ordenni taqdim qilgan. Ha, shunaqa bo'lishdi. Demak shu 30 yildan beri adashmasam o'sha yerda odamlarga tibbiy yordam ko'rsatib, Shuna hamshira. ishlab duosini olar ekan. Shunaqa. Katta rahmat. Keyingi savolim, suhbatimiz yakunlanib boryapti. Yurtdoshlarimizga, umuman yoshlarga, tengdoshlarga nima degan bo'lardingiz? Degan bo'lardim 18 yoshli Asliddinga bergan maslahatim. Birinchi birlamchi hunar, ikkinchisi til bilishlik, hech bo'lmaganda birlamchi til so'zlarni bilishlik va mana shu Rossiya emas, boshqa joylarda ham, variantlarda ham qarab ko'rishlik. Ya'ni xayol faqat Rossiya bo'lib qolmasin deyapsiz. Maqsad, manzil Rossiya bo'lib qolmasin. Maktabda Agar bitirdik. siz muhojirlikni maqsad qilgan bo'lsangiz, boshqa manzillarni ko'zlang demoqchisiz. Shunday. Chunki hozir imkoniyatlar ko'p. Masalan, boshqa davlatlarga chiqishlik, baribir kimdir o'sha narsani bosishlik kerak o'sha qadamda. Va bunaqalar ko'payib boryapti aslida ham. Ko'payishligimiz kerak. Sizlarga rahmat. Mana shunday musofirlar uchun ma'lumotlar to'playsizlar, kuzatamiz kanallaringizda. Foydali ma'lumotlar. Endi hozir ko'p ma'lumotlarda adashib qolishlik. Har qanaqangi inson chiqib har qanaqangi ma'lumot beryapti. Lekin baribir sizlar faktlarga asoslangan holda xabar chiqarasizlar. Bu albatta yaxshi. Odamlarni chalg'ib qolmasligi uchun boshqa o'quvchilar qaysidir ma'noda noto'g'ri ma'lumot olib qolmaslikda qaysidir ma'noda eplayapsizlar. Hissalaringizni qo'shyapsizlar. Bizni asosiy maqsadimiz, qadriyatlarimizdan bittasi shundaki, biz berayotgan ma'lumotlar muhojirlarni chalg'itmasin. Xuddi shunday. Ana shu asosiy bizni fishkalarimizdan, asosiy talablarimizdan bittasi. Agar sizni chalg'itmayotgan bo'lsa, biz o'sha maqsadga erishyapmiz. Ijodlaringizga omad, migrantlarimiz omon bo'lsin. Har doim oilasi bag'riga eson-omon kelishlik, to'g'ri yo'lda yurishlik, hujjatlarni joy-joyida qilib yurishlik tarafdoriman. Mana hujjatim bor ekan, mana Haqligingizni isbotlay oldingiz. haqligimni isbotlay oldim, kurash oldim. Ko'p migrantlarimiz kurashmaydi. Taqdirga Hujjatlari tanladi. bo'lsa ham shu suddan chiqdimi uyga ketishni o'ylaydi. Yo'q, agar u yoqda yaxshi sharoiti bormi, yaxshi oylik olib turibdimi, kurashishlik kerak. Bu hayot o'sha kurashdan iborat. Shuning uchun baribir sud tizimi yaxshi. Meni o'zimni hayotimdan o'tgani, men masalan o'sha faktlarni keltirib berdik, hamma narsam joyidaligini ular oqlab berishdi meni. Katta rahmat Asliddin tashrif uchun, ajoyib rahmat. fikrlar uchun. Migrant o'zni kuzatib boring. Biz muhojirlarga, yurtdoshlarimizga, vatandoshlarimizga imkon qadar manfaatli media materiallar, xabarlar berishda davom etamiz. Katta rahmat. Sizlarga rahmat, ijodlaringizga omad. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.